hörmətli qarindaşlar, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırız. Xitayning Angliyada turishliq bosh elchisi Jin Zekuang bugungi Twitter hesabida Xitoy hukumat qurilishining ham davlat ichi ham dunyoning har qaysi joylarida o'rtaq gulanish, tinchlik, adolat va taraqqiyotni nishon qilgan 5 turlik va'dasini o'tirg'a qo'yish orqali o'z rezilligini pardozlash maqsadida dunyoga farishta suratida ko'rinib aldamchiligini davomlashtirgan. Bu 5 turlik va'dasi tuvandikilarmish. Ya'ni xalqni eng oldingi o'ringa markazga qo'yish va ustun taraqqiyotga markazlashish. Texmi yuqori saviyaga yuzlanish, fursatlarni butun dunyo bilan o'rtoqlashishga tayyor turish, adolatni, yaxshi turmushni ilgari surish, insoniyatni o'rtoq gullantirish, dunyo tinchligini ilgari surish, xalqaro adolatni qo'g'dash, va'dasiga amal qilish, tegishli mas'uliyatni zimmasiga olish. Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin prezidenti Abdulahat Nur Apandi buningga kuchli raddiya qaytarib, Xitoy Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirmoqda. İnsanlarni tutqun qilib, zavodlarda haqsiz ishlashga majburlamoqda. Jazo lagerlariga qamalgan tutqunlarning organlarini yig'ib olmoqda. Madaniyat va diniy qurilmani buzmoqda. Qarz to'siqini qurish orqali davlatlarni o'g'lamoqda dedi. Microsoft ig'dorchiligidagi LinkedIn bu hafta aksiyasining madaniy Alan Ibrahimyanni o'z ichiga olgan bir qancha amerikalik muxbirga arxivdagi cheklangan mazmun sababidan ularning hisobotini endi ko'rgili bo'lmaydigan qilib qo'yganligini uqtirdi. Buning ta'siriga uchragan jurnalistlar, ya'ni Alan Ibrahimyan, Vice xabarlaridan Melissa Chan va ixtiyoriy muxbir Greg Bruno qatorliqlar Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida doklad bergan. Amerika Avom palata a'zosi Rick Scott, Microsoft va LinkedIn rahbarlik qatlamiga xat avatib, LinkedInning bu hafta shirkatning Xitoydagi subsidiyasiga Amerika muxbirlarining arxivini sansürlaganligi, ya'ni o'shirganlik sababini surishti qilib, men bir Amerika shirkatining Xitoy kompartiyasiga vakolatan amerikalik jurnalistlarni sansürlaganligidan qattiq andish qilaman. Axborot a'zolari, parlament a'zolarini o'z ichiga olgan amerikaliklarning Xitoy kompartiyasining xo'rlash doirasini, bo'libmi uning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni xo'rlash va nazorat ostiga olish doirasini tushunishga yordam berishga intayin muhim uchurlarni doklad qiladi. Bu jurnalistlarning hisobining yoshirilishi Microsoftning Xitoy kompartiyasining dahshatli kishilik huquq dafsanchiligi, shundaqla demokratiyaga qarshi qayta hujumlarga qarshi turish irodasi va muddaosi haqida ig'ir savollarni paydo qildi dedi. Ilgari palata a'zosi Jim Bankis LinkedInning Amerika abonentlarining sonliq ma'lumotlarini Xitoy hukumatiga topshirib berganligini surishti qilgan. LinkedIn Xitoy hukumatining ag'dirumchilik bilan munosabatlik deb qaralgan mazmunlarni yoshirish, ko'rsatmaslik talabiga qo'shilgan oz sondagi Amerika ijtimoiy aloqa uskullarining biri. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hay'atining Sharq Turkistondagi Xitoyning vahshiyligini aytishiga qarata qarshilik ko'rsatdi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Jiang Jun atalmish Xinjiang hukumat amaldorlarining tizimligini o'z ichiga olgan mavhum faoliyat o'tkazdi. Faoliyat bir nechaga bo'linib elib berildi. Xinjiang karomat bir o'lka degan nom bilan elib berilgan 2 soatlik mavhum faoliyatda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik doimiy komitetining raisi Shavkat Iminni o'z ichiga olgan hukumat boshliqlarining tizimligi e'lon qilindi. Bu vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Rossiya va boshqa ittifoqdoshlarning qatnashishi bilan qarorlik yig'in ochib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni aybladi. Xitoy qiyniga singib ketgan mudhamligini davomlashtirib, o'zini haqliq ko'rsatib, terrorizmga qarshi elib berilgan qonunni harakat dedi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyligiga qarshi turadigan kishi Yaponiyaning bosh ministri bo'lish oldida. Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan Erkin Demokratlar partiyasi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatini aybladigan sobiq tashqi ishlar ministri Fumio Kishidani partiya rahbari qilib sayladi. Parlamentda Erkin Demokratlar partiyasi ko'p sonliqni egallagachga Kishidaning bosh ministr bo'lib saylanishi muhaqqaq deb qaraladi. U 1 yil bosh ministr bo'lgandan keyin partiya prezident saylamiga qatnashmasligini qaror qildi. Fumio Kishida bosh ministr Yoshihide Suganing o'rnini oladi. Kishida saylamdan keyingi tunji so'zida kuchlik taraqqiyotni qo'lga keltirish uchun boyliqning kichik guruhining qo'lga markazlashishining oldini olish kerakligini,
iqtisodning eshishi va boyliqning barobar taqsimlanishi uchun tirishadiganligini aytish bilan birga, turalg'u va ma'rifga mablag' solish orqali kirim tangpungsizligini tugatadiganligiga va'da berdi. Kishida partiyaning muhim arboblarining qo'llashiga erishish orqali Xitoy virusining tarqalishiga mas'ul bo'lgan eng chong raqibi Taro Kononing yo'lini to'sgan. Kishida o'zining Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini saqlab qolish bilan davlatning mudofaa kuchini oshirishni maqsad qilganligini ko'rsatib, Amerika, Avstraliya va Hindistondan tarkib topgan Quad guruhi bilan bexatarlik aloqasini kuchaytirishning zarurligi to'g'risida keng o'rtaq tunish hosil qildi. U Yaponiyaning dengiz qirg'oqi muhofazatsini kuchaytirishni, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini ayblaydigan qaror chiqarishni xohlaydi. Uning yana Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq lafzanchiligini isqoqlash uchun muavin bosh ministr tayinlash maqsadimi bor. Bizning qilishga tegishli zarur ishimiz dushman bilan kurash qilishdir. Bu hammamizga farz qilindi. Kavkaziyaning hurriyati uchun eng oxirgi o'q, eng oxirgi qilich, hatto eng oxirgi bilek bilan urushmagan kafirdir. Kufr va xiyonatning jazosi marhamatsizlik va o'limdir deydi Kavkaz qahramoni Shayx Shamil. Sharq Turkistonning vaziyati allabirullah buni taqozo qiladi. Biz vatanimizning mustaqilligi uchun haqiqiy niyat bilan kurash qilishda bekli kechikdik. Bu dushmanning kuchayishini qulaylik bilan ta'minladi. Jarohat yengil vaqtda davolab saqaytmoq qulay. Dushman kuchlanmaganda g'alaba qilish oson bo'ladi. Biz talay vaqtlarni nafsimizning, nom shuhratimizning, asad va kibrlarimizning kayniga kirib ma'nosiz o'tkazib o'tdik. Biz buni yana davomlashtirsak, buning bedelini og'ir to'laymiz. Elimon niyatimizni to'g'rilab, mustaqillik uchun kurash qilsak, Allohning kechirimiga, yordamiga erisha oladiganligimizdan qilchimi shak yo'q. Musulmon Allohdan hech bir zaman umidini uzmaydi. U qudratli mehribon Alloh o'ziga samimiy yaqinlashganlarga o'z karomatini ko'rsatganligiga va'da beradi. Hammamiz iymonimizni amalimizda namoyon qilaylik. Mustaqillik uchun kurash qilmagan g'ofildir, xoindir, jahildir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.